Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va biz yana ikkinchi bora uchrashmoqdamiz. Bugungi ochirimizni aprel oyiga baxshida etib, yer unsuriga, ya'ni buzoqchalarimiz, sumbulalarimiz va tog' echkichalarimizga baxshida etamiz. Qani sizlarni aprel oyida nimalar kutyapti? Sizlar uchun aprel oyi nimalarni ochadi? Biz albatta umumiy energiyalarni, oqim, ya'ni potoklarimizni ko'rib chiqamiz. Bu energiyalarni biz oylikka bog'laymiz, albatta pullarga bog'laymiz, finanslarga bog'laymiz, sog'liqqa bog'laymiz. Ikki juftning eri xotin, yangi yosh yigit qizlarni va uchinchi shaxs отношенияda tashqarida отношениядагilari, ya'ni uchburchaklardagi munosabatlarga bog'laymiz va albatta ishlarga bog'lagan holda ochirimizni boshlaymiz. Qani boshladik. Yer unsurida buzoqchalarimiz, sumbullar va tog' echki oilalarida tug'ilgan vakillarga boshlaymiz. Umumiy energiyalar bizga aprel oyi nima bilan boshlanadi? Ish aprel oyida nima bilan bizni kutib oladi? Oylik pul, finanslarni kutib oladigan aprel oyimiz bizga bag'rini ochyapti judayam xursandchilik kartasi bilan. Munosabat va sog'lik kartasi. Undan tashqari qani aprel oyi uchun mana bu hamma raskladlardan tashqari har bitta ochirimni ta'birini aytganimizdan keyin umumiy обобщенный bizga qanday maslahat beradi? Ichivoylar, sovuqqonliklar va havo kartalari bizga ko'proq tushdi va buni ta'birini boshlaymiz. Ya'ni umumiy energiyalar. Yer unsurida sumbullar, tog' echkisi va buzoqcha oilarimizda tug'ilgan insonlarda energiyalaring qandaydir sizlarni bog'lab turibdi. Hamma qo'llaring bog'langan, atroflaringda zabor, barrikadalar bor. Nimaga, qanday cheklov qo'yyapsizlar o'zlaringga? Yo birovlar sizlarni cheklab qo'yyaptimi? O'ylashda, harakat qilishda, qandaydir bir ishni boshlashda qo'l oyoqlaringni bog'lab qo'yyapsizlar. Bu vaziyat bo'lishi mumkin. Qanday vaziyat? Uydagi vaziyat, ishxonadagi vaziyat. Lekin bu bog'lov kuchli emas. Nima desam bo'ladi? Agar qarasalaring, sizlarni bog'lab turgan iplar omonat, tugunlar yo'q. Oyoqlaring bo'sh, harakatga keltirilgan holda. Ya'ni oldinga qilichlar ham aylanasiga sizlarni o'rab turgani yo'q, to'sqinlik qo'ygani yo'q, faqat orqalaringda va yonlaringda, oldilaring bo'sh. Bu degani qo'l harakatlaring bilan qimirlab, bog'ichlarni yechib, oyoqlaring bilan oldinga, ya'ni kelajak sari nima o'ylagan bo'lsalaring, o'shalarda amalga, ro'yobga chiqarishga hech kim to'sqinlik qila olmaydi degan karta bilan boshlagan bo'lamiz. Va aprel oyida bizni yer unsurlari, buzoqchalarimiz, sumbullar va tog' echkichalarimizni nima bilan kutyapti? Aprel oyi sizlar uchun ishda nima bilan ochiladi? Ya'ni meni ko'rib turganlarida ishxonasidagi boshliqlaring ayol kishi ekan. Qanday ayol kishi? Ratsional aqlga ega bo'lgan ayol kishi. Ya'ni har bitta melichni, har bitta maydani, chakana, chukunani hisobga oladigan boshliq. Sizlarning ishlaring mana shu ayol boshliqlar bilan bog'liq. Ya'ni plus minusni chiqaradigan, o'tkir miyaga, IQ'si juda ham yuqori bo'lgan ayol boshliqlaring chiqyapti menga. Balki o'zlaring ham bo'lishlaring mumkin. Sizlar juda ham aql bilan ish qiladigan, vahimaga tushmaydigan, hali tavakkalga ishonmaydigan va dalili ashyolar faktlariga isbotlangan holda ishga qo'l uradiganlar meni ko'rib turyapti. Bu albatta har bitta meni ko'rib turgan yer unsurlari ishlaring juda ham puxta. Bu degani har xil ig'vogarlarga, har xil gaplarga, bidiyatlarga e'tibor bermasdan faqat IQ, aql va холодный расчет, sovuqqonlik hisob-kitob bilan ishni boshlasalaring, aprel oyi qo'l keladi deb karta bizni chorlayapti. Xo'p, finanslarga. Finansi, payut romansi bu oy bo'lmas ekan aprel oyi.
Finansiyalarimiz bizga ko'ryapsizlarmi? Mana havodan, ya'ni yo'qdan, g'oyibidan qo'l cho'zib sizlarga, mana qo'l cho'zib sizlarga nima beryapti? Tanga beryapti, pul beryapti, pentakl beryapti. Mana bog'laring gullayapti. Ya'ni 1 so'm pullaring 2 so'mga aylanadi. 2 so'm pullaring 4 so'mga aylanadi. 4 so'm pullaring esa o'z navbatida qanchaga aylanadi? 4 ga 4 16 so'm pulga aylanadi. Молодец, matematiklar meni tomosha qilyapti. Finanslaring judayam pul keltirayotgan aprel oyi qo'l kelyapti bizga. A'lo darajadan ham a'lo chiqarib beradigan karta. Tabriklayman, biz yutdik. Nimaga pulni tikkan bo'lsak, pulimizni yig'ib olar ekanmiz hosilimizni. Bog'dorchilik bo'ladimi? Fermerchilik bo'ladimi? Aql bilan ishlayotgan davlat ishi bo'ladimi? Bu bilan nima demoqchiman? Loyiha, startap, любой proyektga bemalol qo'l urishlaring mumkin. Bu bizga pul keltiradigan oyga tushyapti. Xo'p, отношенияda qani buzoqcha-yu sumbulla va tog' echkilarimizni nima kutyapti? Отношениялар ozgina urush janjallar bilan, qandaydir vaqtinchalik ajrashuvlar bilan, o'zi ketar yor, o'zi kelar yorlar bilan boshlanyapti bizga. Lekin bu tushkunlikka tushishimiz kerak. Bas, albatta er-xotinning urushi, birdoganing qurishi. Bu vaqtinchalik. Chaqmoqlar chaqyapti. Qilich ko'targan holda biz bir-birimizga har xil achchiq so'zlar bilan, har xil nima desam bilan qalbda buzaydigan gaplar bilan chaqib olishga harakat qilamiz. Men haqman desa, sansalar, yo'q, men haqman degan narsalar bilan o'tarkan. Bu qo'rqinchli emas. Har bitta oilada, har bitta uyda bir bog' piyoz bor. O'sha janjallarsiz hayot bo'lmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, asabiylashmasdan, buni oldindan ko'ra turib bilib, sizlar tinchlanib, bismillohdan boshlab munosabatlarimizni davom ettirishimiz kerak ekan. Xo'p, sog'liqda 100% a'lo darajada a'lo, hamma krizislardan o'tgan holda ko'ryapsizlarmi? Raduga, ya'ni kamalaklar chiqib, bizga 7 xil ranglar bilan sog'lig'imizga charaqlab turib, baralla ovoz bilan mana biz quyoshlarni chiqishini oila bilan, er-xotin va bola chaqalarimiz bilan bir mo'ljalimiz sog' bo'lib turib kutib olyapmiz. Mana bu 100% sog'liqni albatta nishonlagan holda, tabriklagan holda nafaqat aprel oyi, balki yil davomida, umr davomida sizlarni kuzatib turib, kuzatishni, davomiylikni niyat qilgan holda ochirimlarni tugatib, maslahat kartasiga urg'u bergan bo'lar edim. Albatta, buzoqcha tog' echkilari yu sumbullalarimizga qanday maslahat beradi bu kartamiz aprel oyiga. Demak, siz hammani yoningizga keltiravermang. Tushunyapsizmi? Mana chiroqdan qanday mana bunday qilsam ko'rinmas ekan, lampa aksimizni buzyapti bizni. Ikkala xanjarni, qilichni bir-biriga krest-makrest qarama-qarshi qilib yaqinlashma. Atroflaringga, umuman o'zlaringning chegaralaringni chegaralab qo'yinglar. Hammani ham kirgiziravermanglar. Har bitta gapga ilinib ishlar qilmanglar, qo'llar urmanglar va vasvasayu nima desam bo'ladi, ig'volarga ishonmanglar. O'zlaringga to'siq qo'yinglar. Begonalarni granitsalaringga, chegaralaringga, avralaringga yaqinlashtirmanglar. Ehtiyotkorlik chorasini, bu bdительность oshiringlar deb maslahat beryapti. Bu ish bo'ladimi? Pul bo'ladimi? Munosabat bo'ladimi? Sog'liq masalasida kim nima desa ham hop deb turib, o'zlaringni aqllaringni, o'zlaringni qalblaringni yaqin atrofdagi oila a'zolaringdan boshqalarga ishonmagan holda ish tutinglar, nima tutsalaring ham, nimaga qo'l ursalaring ham deb maslahat beryapti. Xo'p, demak biz bu ochirim bilan yer unsurida tug'ilgan sumbulla, tog' echki va buzoqchalarimizga nuqta qo'ymagan holda suv unsuriga o'tamiz. Keyingi videolarimiz suv unsurlariga. Suv unsurlariga kimlar keladi? Ya'ni egizaklar, qisqichbaqalar va baliqlarimiz kiradi. Keyingi video montaj qilib, syomka qilib sizlarni oldilaringga, efirlaringga chiqarishimga, YouTube'ga joylashtirimgacha layklar, podpiskalar, kommentlar yozib, ko'proq rizqga chiqarishga sizlar chorlab qolgan bo'lar edim. Xayr, omon va sog' bo'linglar.